Bitta ko'ring, spesialni YouTube uchun bunaqa chiroyli qilib obzor qilishni boshladik. Xo'p, bu kvartiramiz Mirobod tumanida joylashgan 3 xonali kvartira Skyline turar joy majmuasida hozir remontdan chiqdi. Har doimgidek kirib kelishdan tushuntiraman. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqa patologgacha shkaf qilingan. Bu yerda mana shunaqa koridori, bu yerda mana shunaqa patologgacha oyna qilingan. Bu xona bo'lsa родительский spalnyasi, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqibdi, remontlari haqiqatdan ham. Ustalar baraka topishsin. Hozirgi kunda bu eng arzon kvartira Skyline'da aniq aytaman, bunaqa narxdan topa olmaysizlar. Bitta kalkulyatsiya qilib narxni chaqinglar, 1 kvadrati necha puldan aylanadi. Mana remontni qaranglar, mana sanuzorlarini eng oxirgi usulda qilingan kafellari mana shu dahshat chiqqan remontdan. Keyingi xonamiz bolalar uchun yotoqxona. Mana shunaqa chiroyli qilingan. Partalari ham bor. Bitta bolaga zo'r ideal detskiy chiqqan. Bu yerda bo'lsa mana shunaqa umumiy sanuzori, mana shunaqa chiroyli vanda qilingan. Sushilka, kir mashina, xullas hammasi bor. Bu yerda bo'lsa mana oshxona qismi, oshxona ham komplektovatniy, hamma jihozlari, texnikalari qilingan. Bu yerda bo'lsa mana kir yuvadigan mashinalargacha qo'yilgan, duxovka, mikrovolnovka hammasi bor. Uy полностью теплый pol qilingan, batareyalari ham bor. Mana shunaqa chiroyli qilib bu yerda mягкий zonalari va bu yerda bo'lsa mana shunaqa TV zonasi. Telefon qilinglar, srochno chiqdi bu kvartira, tepasida baraka qilib yuboramiz.